Keyingi darsimiz. Bu shart operatorlar hisoblanadi. Ya'ni condition statements. Ya'ni har bir dasturlash tillarida shart operatorlari mavjud. Bular iflar. Ya'ni bashda shart operatorlari sizning skriptingiz ma'lum bir shartga qarab har xil harakatlarni bajarishga imkon beradi. Eng keng tarqalgan shart operatorlari bu if hisoblanadi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bash skriptingda if statement yordamida biz turli xil shartlarni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Pastda hozir misollarini ham ko'rib chiqamiz. If operatoridan foydalanishimiz uchun biz birinchi navbatda if yozishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga kelinglar nano nuqta sh bizda va bu yerga 5 nuqtani va har doim if yozilishi kerak va qovus ochilishi kerak. Har doim ifda, ya'ni bu yerda shart bajariladi va har doim nuqta virgul bo'lishi kerak va bu yerga then qo'yiladi. Albatta bu ifni qo'yilishi kerak bo'lgan shart amal hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek bu yerda if, agar, ya'ni ifni tarjima qilgan bo'lsak, agar misol uchun 10 ga teng bo'lsa 10 ga teng deb chiqarsin yoki-da 20 dan kichkina bo'lsa kichkina deb chiqarib bersin va hokazo bo'lishi kerak. Bu then nuqta virgul fi bu обязательно bo'lishi kerak bo'lgan narsa. Busiz skriptimiz ishlamaydi, ya'ni xatolik beradi va albatta shu tartibda, shunaqa tartibda bo'lishi kerak bu narsa. Xo'p, ko'rganingizdek shunaqa if statement yaratiladi va pastda tushuntirib beryapti. Bu asosiy operatorlar boshlanishini bildiradi. Bu yerda va bu test buyrug'ini qisqargan shaklida, ya'ni asosiy shart tushunishi yozilib ketiladi. Qavsishiga fi bu ifni bloklaydigan qismi, ya'ni blok qismi, ya'ni ifni yopilish qismi hisoblanadi. Endi shart uchun qo'llanadigan eng ko'p ishlaydigan operatorlar, ya'ni har bitta shartni bajarishimiz uchun biz operatorlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun eq, ya'ni teng, equal. Misol uchun ikkita son bir-biriga teng bo'lsa equal ishlashimiz kerak. Ne, ya'ni not equal to, ya'ni teng emas. Gt kattaroq, ya'ni greater than. Ga katta yoki teng, greater than or equal to. Less than, ya'ni lt yoziladi. Kichik bo'lsa, kichikroq yoki teng degan bo'lsak, less than or equal to yozishimiz kerak bo'ladi. Ko'rganingizdek, bu faqatgina sonlarga ishlaydi xolos. Bu yerda misol berilyapti. Son 1 va son 2. Son 1 ga 10, son 2 ga 20 berilyapti. Endi shunchaki equal bilan biz sonlarni solishtiramiz deb yozyapmiz bu yerga. Buni men kopiya qilsam ham bo'ladi. Je skriptning ichida yozib ketsam ham bo'ladi. Bu yerga paste ko'rib turibsizlar, mana sonlarni solishtiramiz deyapmiz va bu yerga if son 1 minus lt son 2 deyapmiz. Bu nima degani? Lt ni ko'radigan bo'lsak kichkina, ya'ni son 1 son 2 dan kichik. Bu yerda o'zgaruvchi qolib ketibdi bizda. Son 1 bu 10, son 2 20. Son 2 20. Ko'rganingizdek, ya'ni kichkina deyapmiz. Mana son 1 son 2 dan kichik degan narsani chiqaryapmiz. Ya'ni kichik uchun biz lt, har doim lt ishlatamiz. Endi fi deyapmiz va keyingi shartni yana tekshiryapmiz. Ya'ni if deyapmiz. Agar deyapmiz. Son 2 minus gt son 1 deyapmiz. Ya'ni gt kattaroq. Misol uchun son 2 son 1 dan katta deyapmiz. Ya'ni shu shartni bajarishimiz uchun biz shu narsani yozyapmiz. Endi equal, ya'ni equal to teng degan bo'lsak, misol uchun son 1 minus equal 10 degan bo'lsak, ya'ni son 1imizning qiymati 10 ga teng deyapmiz. X saqlayman va chmod orqali bunga permission bera olaman. Operators qilib turib dash operators nuqta yozaman. 10 20 dan kichik, 20 10 dan katta, 10 ning qiymati 10 ga teng deb aytyapmiz. Ko'rganingizdek, biz shartlarni xuddi shu tartibda, xuddi shunaqa qilib sonlarning ustida amallarni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Endi stringlar, matnlar ustida ham biz ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizda matnlarda teng bo'lsa, bu teng, ya'ni equal to, teng emas bo'lgan bo'lsa, bu shu holatda yoziladi. Ya'ni not equal to z bo'ladigan bo'lsa, qator bo'sh, string is zero length, ya'ni qatorimiz 0 deyapti. Endi bu qator bo'sh emas, string is not zero length deyapti.
Bu yerda misol berilyapti. Qatorlarni solishtiramiz deyapmiz. Birinchisida ismga Alini beryapmiz, ikkinchisida esa familiyani berib ketyapmiz. Buni men ko'chirib olaman va asosiy skriptimga qo'yaman. Buni birin-ketin o'chirib tashlayman. Va skriptim qo'yaman. E'tibor beringlar, ismga Alini yozdim va familiyaga bo'm-bo'sh narsani yozib qo'ydim. Va endi pastda qo'shimcha qatorlarni solishtiramiz degan so'zni chiqaryapman va endi solishtiryapman. Agar deyapman ism teng bo'lsa Aliga, ism Aliga teng deb chiqaryapmiz. Haqiqatan ismimiz Aliga teng, bu teng javobi chiqadi. Endi agar deyapmiz ism ya'ni not equal, ya'ni bu yerda qanaqa narsalarga e'tibor beringlar. Undov bilan tengni qo'ysangiz shunaqa holatda ajralib qoladi o'zi. Nima yozsangiz, ya'ni ism teng valiga deyapman. Teng emas valiga deyapman. Mana aytyapmizki, ism vali emas deyapmiz. Bu yerda endi if deyapmiz. Agar deyapmiz -z, ya'ni -z ni nima deganidek biz temada qator bo'shmi yoki bo'sh emasligini tekshirishimiz uchun biz familiyani yozamiz va familiyani o'zgaruvchisi bo'sh deymiz. Ya'ni agar bo'sh bo'lsa bo'sh deydi. Agar joy bo'ladigan bo'lsa bo'sh emas deydi. Misol uchun mana bo'sh emasligini tekshirishimiz uchun -m bilan tekshirishimiz mumkin. Bilan ko'rib turganingizdek biz solishtirdik va ishlatadigan bo'lsam mana bu yerda hop operator line va syntax error if command line hop kodimizga qayta kiraman. Bu yerga if va fi qolib ketgan. E'tibor bersangiz fi qolib ketsa bu yerda xatolik berib chiqadi bizda. Mana ko'rganingizdek mana ism Aliga teng deyapmiz, ism Vala emas deyapmiz, familiya o'zgaruvchisi bo'sh, ism o'zgaruvchisi bo'sh degan so'zni chiqarib qo'yapmiz biz. Ko'rganingizdek, xuddi shunaqa holatda biz bemalol matnlar ustida ham operatorlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Xullas, buni fayllarning ustida bo'ladigan bo'lsa, bu existing ya'ni mavjudmi degan ma'noga keladi. Oddiy fayl bo'ladigan bo'lsa is a regular file. Katalog o'zicha ya'ni katalog bormi degani d. Fayl o'qish mumkinmi? Ya'ni reading, writing, execute bu narsalarga o'tgandik va bu yerda misol kelyapti. Ko'rib turganingizdek, bu yerda fayl nomini beryapmiz. Misol uchun fayl nomi mydocument.txt va katalog nomi myfolder beryapmiz. Fayl katalog bilan ishlash buni kelinglar ko'chirib olaman va bu yerda tahlil qilamiz temada. 5 skriptimiz ichida. Va bu yerga hop tahlil qiladigan bo'lsak, bu yerda ikkita usul bor. Fayl bilan va katalog. Bu qayerdan olyapti bu narsani degan bo'lsak, hali bu yo'q. Ya'ni saqlayman, yes. Ls qiladigan bo'lsak, e'tibor beringlar, xuddi shunaqa nomli bu yerda fayl yo'q. Va men aytyapmanki mydocument.txt va myfolder deyapman. Endi bu shunchaki katalog bilan ishlashni chiqarib beryapti. Endi tekshiryapmiz. Agar deyapmiz -a nima edi? Execute ya'ni fayl nomi bo'lsa deyapmiz, ya'ni shunaqa fayl mavjud bo'lsa deyapmiz, echo fayl nomi mavjud deb chiqarsin deyapmiz. Endi bu yerda sizlarga yangilik bo'layotgan narsa bu else ni yana pastda tushuntirib o'tamiz. Else agar mavjud bo'lmasa-chi shunaqa fayl, ya'ni hozir ko'rsatdim, bunaqa fayl nomli fayl yo'q. Agar bo'lmasa, aks holda else bu aks holda degani. Else echo fayl nomi mavjud emas, hozir yaratamiz deymizda va touch bilan xuddi shu fayl nomini yaratib qo'yapmiz mana. Va fi qilib buni yopib qo'yapmiz. Va pastda keyingisini bajaryapmiz, ya'ni direktoriyaga solishtiryapmiz. -d direktoriya mavjud bo'lsa, ya'ni katalog mavjud deymiz. Agar bo'lmasa, katalog mavjud emas va mkdir orqali buni yaratib qo'yapman. Undan keyin faylni o'qish imkoniyatini tekshiramiz. Agar mavjud bo'lsa, ya'ni reading o'qiy oladimi, o'qiy olmaydimi? Ya'ni reading bo'lsa o'qish mumkin deymiz. Agar o'qish mumkin bo'lsa, cat bilan shunchaki chiqarib qo'ymoqdamiz. Ko'rganingizdek, xuddi shunaqa. Buni men ishlatadigan bo'lsam, e'tibor beringlar, mana fayl va katalog bilan ishlash. Fayli mavjud emas, hozir yaratamiz. Myfolder katalogi mavjud emas, hozir yaratamiz. Mydocument faylini o'qish mumkin deyapmiz. Hozir cat bilan yaratdik o'zi.
lekin ichida hech qanaqa variable bo'lmagan uchun chiqmadi. Mana my document hamda my folder degan bizda papka bilan fayl hosil bo'ldi. Xo'p, ko'rganingizdek, xuddi shunaqa tartibda ishlab ketishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda endi else ni tushuntiryapti. Else ni ko'rganimizdek bu if ni qatorida yoziladi. Else bu aks holda, ya'ni agar mavjud bo'lmasa yoki umuman bo'lmasa, aks holatda yoziladigan qismi hisoblanadi. Misol uchun biz yoshga tekshiryapmiz. Agar 18 dan katta bo'ladigan bo'lsa, 18 ga teng katta bo'ladigan bo'lsa, voyaga yetgansiz deymiz. Agar kichik bo'ladigan bo'lsa, bunda else ishlatgan holatda siz voyaga yetmagansiz degan shartni beramiz. Undan tashqari bizda elif degan operator ham bor. Bu elif bu if ni bitta qismi hisoblanadi. Bu ham if ga taalluqli. Bu yerda misol keltirilyapti. Bal 40 degan narsa beryapmiz va echo bahoni tekshiramiz deyapmiz. Agar deyapmiz balimiz -GA ya'ni 90 deyapmiz. TV chiqadigan bo'lsak, GA nimaga tegadi? Mana GA katta yoki teng 80 ga teng yoki katta bo'ladigan bo'lsa, bu yerda mana 90 ga teng yoki katta bo'ladigan bo'lsa, sizning bahoyingiz a'lo deyapmiz. Xuddi shuni tartibda 80 ga tekshiryapmiz, 70 ga, 60 ga tekshiryapmiz va oxirida agar bundan ham past bo'ladigan bo'lsa, sizning balingiz past deyapmiz. Hammasini biz elif orqali amalga oshiryapmiz ko'rganingizdek. Shuni pauza qilib bemalol yozib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda endi case'lar berilyapti. Bu case'larni menimcha hozir o'tishimiz, может keyingi etaplarda o'tishimiz mumkin bo'ladi. Hozircha shulardan iborat. Agar if statementlarimiz tushunmagan joylarimiz bo'lsa, guruhlarga yozinglar. Albatta javob berishga harakat qilamiz. Keyingi darsda bo'lsa mantiqiy taqqoslashlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni and orlarni ko'rib chiqamiz.